Ke, popkang taqoloq. Aka, mashina tozami? Mashina toza. Kraska tegmagan. Sovg'at bersanmi qizim? Nima deyapsiz aka? Bor yo'g'i So'radi. yig'ilgan bu mashina. Kalitni ber. Deb ko'ring xolasiz. Oyog'ini bitta ko'ring. Yuringlar. Bemalol bitta haydang. Sizlar ham Keyin o'tiringlar. gapiramiz Bemalol, qolganini bemalol. Ha, Ne Yedi. alding? Orqasi kirib ketgan-u. xuddi o'zing aldamading. 120 ming yurgan mashina 20 ming deb. Bu biznes o'rtoq. Ada qarang, ana amaki aldadi. Mayli, qo'yib ber. Yur, ketdik. Aniq oladi. Shubhalanib qolmasa bo'ldi lekin. Qani? O'tirchi. Ani urilgan Spark'ni nima qilay? Telefon qilaymi? Ha, telefon qil. Klient bormi? Klient tayyor uni. Unda hozir telefon qilaman-da, kechqurun ko'rishamiz deyman, bo'ptimi? Shoshilib bozorga olib chiqib qo'ymasin. Qizim, bir kuni sahobalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Ey Allohning rasuli, mo'min odam baxil bo'lishi mumkinmi? Payg'ambarimiz ha, bo'lishi mumkin dedilar. Yana ular, ey Allohning rasuli, mo'min odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? deb so'rashdi. Payg'ambarimiz ha, qo'rqoq ham bo'ladi dedilar. Sahobalar, ey Allohning rasuli, mo'min odam yolg'onchi bo'lishi mumkinmi? Payg'ambarimiz alayhissalom yo'q deya javob berdilar. Ko'rdingmi qizim? Musulmon odam yolg'onchi bo'lmaydi. Tushundim, dada. Yuragimdan sog'indim sizni, Rasululloh sizni quchgim kelyapti. Siz ham sog'indingizmi? Aytingchi bizni, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Ada qarang, ana akalar urishyapti. Oysha onamizdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh eng yomon ko'radigan kimsa ashaddiy husumatchidir. Boshqa bir rivoyatda esa shunday deyilgan: doim husumatlashib yurishing gunohkor bo'lishingga kifoya qiladi. Hech qachon oshmayman, adajon. Barakalla. Hayot yo'llaringiz barchaga ibrat, har bir so'zingizda bordur nasihat. Sizni sog'inganim ayni haqiqat, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Adajon, qiz bo'lamishim ketimi? Ibn Abbos raziyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarga taqlid qiluvchi erkaklarni va erkaklarga taqlid qiluvchi ayollarni la'natladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayol sifat erkaklarni va erkak shoda ayollarni la'natlaganlar. Men umuman kelmayman, adajon. Umardek adolat qila olmasam ham, Alidek kelinni tutolmasam ham, Musabdek Qur'onni o'qolmasam ham, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Ada qarang, ana adasini urishyapti. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: Robning roziligi otaning roziligida va Allohning g'azabi otaning g'azabidadir. Men sizni yaxshi ko'raman, adajon. Umardek adolat qila olmasam ham, Alidek kelinni tutolmasam ham, Musabdek Qur'onni o'qolmasam ham, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Qizim, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: odamlarni kuldirish uchun yolg'on gapiradigan kimsaga vayl bo'lsin, vayl bo'lsin, vayl bo'lsin. Shuning uchun bunaqa narsalarni ko'rma qizim. Xo'p, adajon. Bera qol.
do'stlarim ham bugun xiyonat qilar. Dunyo tashvishlari ustimga qo'nar. Dushmanim tinmayin ustimdan kular. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Ada qarayani bola TikTok qilyapti. Men ham TikTok qilgim kelyapti. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: baquvvat mo'min zaif mo'mindan ko'ra Alloh taologa mahbubroq va yaxshiroqdir. Qizim, o'g'il bolaga unaqa qiliqlar yarashmaydi. Erkak kishi baquvvat bo'lishi kerak. Mardek adolat qilolmasam ham, Alidek kelinni tutolmasam ham, Musaddek Qur'onni o'qolmasam ham, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Bu dunyo o'tkinchi tugar bir kuni, olis zamonlarga uchgim kelyapti. Yurak yuragimdan sog'indim sizni. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Gunohdan qaytolmay xoru sarsonman. Ba'zida mu'min, ba'zida yomonman. Sizsiz ne qilarim bilmay hayronman. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti.